to'yxonada urushi fotozonasini qo'yib beramiz. Bu yerda Fotiha Muborak degan yozuv bilan fotozonani qo'yib beramiz va bu pastiga chiroyli qilib Fotihadan kelgan qutilar hammasini taxlab chiroyli rasm uchun joy qilib beramiz. Qiziq bo'lsa tomosha qilamiz. Qanaqa chiqqan oxiriga ko'rib borasizlar. Oxirida albatta pulni yetib o'tamiz. Xullas, ishimizni boshlaymiz. Fotozonalarimizni keltirib olib kelamiz. Ko'ryapsizlar, temir karkas orqasiga MDF qo'ydirib olganman. Banner qilishni tavsiya bermayman, chunki banner taxtaga, temirga unchalik ham yopishavermaydi. Yopishsa ham tushib ketaveradi. Eng yaxshisi oppoqqina MDF qo'ydirib olib, o'sha MDF orqali fon qilsanglar yaxshi bo'ladi. Olib yuraverasizlar bemalol, ko'ryapsizlar holatini, tekis chiroyli turaveradi. Atrofiga gullarni ham qotirib ishlash juda qulay. MDF endi savol. MDF degani nima degani o'zi desanglar, yupqagina DSPga o'xshagan narsa. Ko'pincha buni kuxunnilarni orqa tarafiga qo'yishadi. Anaqa orqa tarafini yopib qo'yish uchun qo'yishadi. Shunaqa narsada. Qimmat emas. Bitta kvadrat metrini tako, bitta listini 250 ming so'mdan oldim o'zimizning jomida. Endi sizlar tarafdan hech pul bilmayman, lekin o'zimizning jomida sexini o'zidan 250 ming so'mga olganman. Xullas, bularni hammasini chiroyli qilib o'zini formasida kestirib kelib va shu karkaslarimiz orqasiga faqat xamut orqali qotirib chiqqanman. 4 ta tarafidan teshik qo'yib xamut orqali, zajim orqali qistirib qotirib qo'yganman. Shunaqa holatda turibdi. Endi qiziq bo'lyapti sizlarga, nimaga anaqa shunaqa narsa qo'yib olsangiz, orqadagi fon yaxshi-da, endi bannerdan ko'ra. Xullas, bularning hammasiga gullarni qo'yib, mana gullarni ko'ryapsizlar, o'zingizlarning xohishingizga qarab, o'zingizlarning didingizga qarab yasaverasizlar. Bu safar havoring ko'proq ishlatkim keldi va havoring aralashtirdim. Juda chiroyli chiqdi, nejniy chiqdi. To'g'risiga ko'rayotgan bo'lsanglar, Fotiha Muborak deb chislosigacha ham qo'yib berganman. Bu ham oddiy Fomixdan kesilgan kusok. 80 cm uzunligida, tepasi balandligi 30 cm Fotiha Muborakdir. Arakal Zolotistiydan kestirib, yozdirib, o'shani yopishtirib chiqqanman. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Arzimagan 50 ming so'm, 100 ming so'm atrofiga aylandi shu o'shani holatda o'zi rasxodi. Xullas, bularning hammasini ko'ryapsizlar, ishlayotgan jarayonimni, kapalaklarni qo'yib, atroflariga gullarni qo'yib, yaxshilab oxirigacha tugatib beramiz. Holatni ko'ryapsizlar, mana Fotiha Muborak chislosigacha ham yozganmiz. Bannerimizni hammasini, fotozonalarimizni tugatib, ishimizni davom ettirib, sizlarga yana to'yxonani obzorini ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana hozir hamma rasmlarni ko'rib o'tasizlar va keyingi etapimizda to'yxonani sizlarga bitta obzorini ko'rsatmoqchiman. Visol degan restoran to'yxonasiga kelganmiz. Visol restoran to'yxonasini o'rta holiga qo'yib berdik bu fotozonamizni. Men sizlarga to'yxonani yasatganligini sizga bitta obzor qilib ko'rsatmoqchiman. Ko'ryapsizlar, tepalariga gul emas, ipli pardalardan ilib chiqqan. Oddiy uchquch ipli pardalar bor, o'shalardan qilib chiqqan. Keyin tepalarini hammasini shifondan hamma yoqqa terib chiqishgan. Bu yerda hamma narsa ko'rinib turibdi. Mana gullarni ham hammasini o'sha po'kaylarga terishgan. Mana bu mramor stilini ko'ryapsizlarmi? Mana shu narsani ham jomida vannalarga qo'yib qo'yadigan mramor stilida hozir chiqib ketgan, juda ham qimmat emas, kleyli variant o'shalarni qo'yib chiqishgan va hammasiga pika, mana bu narsa Zolotistый Arakal, buni orqasidagisini Fomixdan yasagan yoki bo'lmasam tunka sifat MDFdan yasagan, bilmayman. Xullas, bir nimadan yasagan, yengil narsa. Buni reklamshiklar yasab bera oladi, yo bo'lmasam hunarmand akalarimiz yasab berishadi. Ko'rsatsanglar, qiyin emas. O'rtasiga gullarni terib chiqishgan, setga ilib, atrofiga hammasiga gartenza ko'proq ishlatilgan. Gartenza, atirgul va donali gullardan ishlatib, bir-biriga uyg'unlashtirib, ranglarni qo'yib yasatib chiqishgan. Savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, javob berishga harakat qilaman. Hammangizga sirazi javob ham bera olmayman. Juda ko'pchilik yozadi. O'zi hozir to'y sezonimiz boshlandi. Har doim montaj qilishga ham vaqtim yo'q. Xullas, sizlarni tushunishga harakat qilaman. Sizlar ham meni tushuninglar. Mana shu fotozonamni o'zini $100 ga qo'yib yasatib ketdim. Bu yog'iga o'zingizlar baho berasizlar. Sizlarga bitta ideya, to'yxonalarni ham yasatish, qanaqa variantda yasatish kerakligini ko'rib turibsizlar. Mana bu ipli pardalarga orasiga gartenzani gullardan ilib chiqishgan. Juda chiroyli chiqqan, nejniy chiqqan, yaxshi chiqqan, chiroyli yasatilgan hozirgi paytdagi to'yxonalardan bo'lib chiqqan. Video qilyapman. Ma'lummi? Ipli pardalar hammasi. Bitta qarab vid berishini. Keyin yonlariga ahamiyat bering, hammasini uzuncha oppa parda. Men hozir yangi qurayotgan to'yxonachilik ideyada.